أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما أهل الذهب والورق tügü okmaydıgan, altın, kümüşüden, puludan mamlıqdan kişiler olsa diyet neç pul bektildi. فإنهم اختلفوا أيضا فيما يجب من ذلك عليهم. فقال مالك: على أهل الذهب 1000 دينار. İmam Malik altın, kümüşüden tilla hecleydiğanlar olsa 1000 tilla bektimiz depti. 1000 tilla 4 kilo çarek altın oldu. 150 bin dolar bek oldu tahminen. Altının bahası öse düşüşü kırım. وعلى أهل الورق 12,000 درهم. Tenge hecleydi Allah olsa 12.000 tenge. Adette bir tıllarını 12 tengeye almıştırılan çağla boğan. 10 tengeye almıştırılan çağla boğan. Mevlam da 12 tengeye almıştırılan çağ boyucu hesaplanıyor. وقال الشافعي بمصر: لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغ. Bu da asli tüge şu diyet bekitişinki asli jildi şu oldu. Asli kaide tügülen bekitiş. Hem de altınmış hecirgan tüge nokmaydığı adımla okasa tügünün bahasını bekitip neç pul çıkarsa tüven olsun az olsun 100 tügünün bahasını bekitemez. 5.000 koydun olsa 500.000 koy. 10.000 koydun olsa 1 milyon. Kümüş, varik. وقوله بالعراق مثل قول مالك. İmam Şafii'nin el-kavlul kadim İmam Malik'in karşılığı okşaşken. Elbette İmam Şafii'nin mazhabında o 7 meseleden başka meselelerde el-kavlul cedid yani Mısır'daki karşı şu hesap. Burun kısmının yanıgan hesapta. وعمدة مالك تقويم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 100 من الإبل على أهل الذهب ب1000 دينار. İmam Malik'in delili Hazreti Ömer'ninki şu bihtikini şu delilki. Tilla hecleydiğanlar şehir ahalistek bundaki kişilerge 1000 tenge bektip öptüken. وعلى أهل الورق ب12,000 درهم. Tenge hecleydiğanlara 12.000 tenge bektipken. وعمدة الحنفية ما رووا أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه قوم الدينار ب10 دراهم. Hazreti Ömer 10 tenge'len bağlığantı bir tıllarını diğer rivayete esasen 10.000 dep hesaplattı. وإجماعهم على تقويم المثقال بها في الزكاة. Bir misqalni 10 tenge dep bütün Müslümanlar icma kılgan. Bu zakat meselesinde. Zakatdan 20 misqal degan bir nisab bor. 20 misqal bo'lgandan bir misqalni 10 tenge desak 200 tenge kumush bilan zakat qilgan nisab o'lchami bekitilgan. Undan keyin ma'lum mushlar bo'lgandan 10 tenge hisoblangan ekan, men bir tillarni 10 tenge hisoblaymiz demoqchi. وأما الشافعي فيقول إن الأصل في الدية إنما هو 100 بعير. İmam Şafii depti diyet bekitişte asıl kaide şu tügü dedi. Tügünün aslında Abdülmuttalib kuduk izleyen çağda kuduk izlep nımkılıp Kabe'nin etrafından. Yani şu çıkıp kuduk yasıya alsam 10 oğlumdan birini kurbanlık kılmaya da nezirken. Anıken zemzem suyu tepilganlı kuduk suyu. Tepilgandan keyin ondan şu neziresini ada qilish uchun bir o'g'ilni bo'g'izmoqchi bo'lgan chaqda har qatim uni o'g'liga qalliq bilan chek tashlasa o'g'li Abdullah Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dadasi. Ona bu bak amroq bo'lsa bo'lgandan keyin yana ishkini qatim tashlab, uchinchi qatim tashlab yana shu o'g'li Abdullah chiqqan Abdullah bo'g'izlayman nezirani ada qilman degan ekan boshqa maslahat berib qilar neda bir kahin ayol bor. Şunu qilib bir maslahat topgan o'g'lini bo'g'izma degankin berib qo'ysa shu ayol kahin ayol o'g'lini bo'g'izmasanmi bir chari bor deb 100 tuga qurbonlik qilsang o'rnini bo'ldi deb shuni bekitgan. Shundan tortib arablarda 100 tuga mutlaq ish bo'lgan. İslamiyet kelgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kishining jini zamini bo'lgan ahvolda to'lamga 100 tuga o'tgan.
Ve fin nefsi mi'atun minel ibil diyen şu hadis var. Demek asli tügüden ibarettir. Yani bu Arap devletlerinde tügü bayağıda, tügü dese bunu nasıl buldu? Tügü yok ya olup kalsın, şuydu böyle. Kala oluşu mümkün. Onun başkanın şehir ağlısı, mesela Avrupa halkı Musulmanlar, yüz tügü nerede de bu? Asli yüz tügü bekitilgen, hem de sen pulga başka bir narsaga yetkazmoqchi bo'lsang, shu yüztügünün bahasını bağlaysa dedi. Ve Ömer innema ja'ala fiha 1000 dinarin ala ahli az-zahab. Endi Hazrat Ömer tilla hajaydiganliga 1000 tilla bekitgan. Ve 12000 dirham ala ahli al-warq. لأن ذلك كان قيمة الإبل من الذهب والورق في زمانه. Yani için 12000 tenge yani 1000 tilla da bekitgan desa, çünkü şu çağda yüz tügünün bahası şunda dedi. والحجة له ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال كانت الديات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار و8000 درهم 800 tillati. Yani tenge olup 8000 tengitti deb rivoyat etdi. Yani bir tilla 10 tenge. Ama yani Resulullah'ın zamanında üstüge deyin batı, mamı batı demek çağırdı. ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت ففرضها عمر على أهل الورق 12000 درهم وعلى أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاة 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة. Demek tüge kımmeşip gitti de yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında 800 tilla yaki 8000 tenge gitti. Bir tillani 10 tenge deyin savlar. Ehli kitapның Müslümanınkinin 20 de deyip kilip anda Hazreti Ömer'nin zamanı kilip Hazreti Ömer halif bolgan çağda nutq sözlep tüge kımmeşip gitti. Kımmet bolgandikin dep tenge hajaydiganliga 12000 tenge bekitdi. Asli 8000 tengeden 12000 tengege üstürüptü. Altın tilla hajaydiganliga 800 tilladan 1000 tilla çıkarıptı. Kalı bakadiganliga 200 kala, koy bakadiganliga 2000 koy, kiyim keçek, mesela kiyim tikip satıdigan, kiyim keçek ticaret qiladigan adamlar bolsa 200 kur kiyim. وترك دية أهل الذمة لم يرفع فيها شيئا. أهل الذمة مثل kötəmən şunda qoydu dedi. Yani bunun qaldıda burada mesela 800 tilla olsa 200 tilla, 8000 tenge olsa 4000 tenge hesabını qaldırıb qoydu. Degan mush rivoyatga asoslanibdi. Bu Abu Davud rivoyat qilgan hadis. واحتج بعض الناس لمالك لأنه لو كان تقديم عمر بدلا لكان ذلك دينا بدين. Yani İmam Malik'nin karşısını güçlendirmende bunda delil gösterdi. Hazreti Ömer'ninki bekitken bahası tügünün ornudu da bekitken boğan takdirde bu çağda karizini setiş kilip çıkıdı öyle. O da mesela 100 tügü biliş gerekti. 100 tügünün ornuna hazır mentengi bireydi de bu mentenginin nakbamaydı. Şunlar nesi 100 tügüne nesi 100 tıllağı değişkendir bir gep bu da demek. لإجماعهم أن الدية في الخطأ مؤجلة ل3 سنين. خطأ إذا بترب كويستا أما عالم الاتفاق كيان الشيء بلب بردور يندك بالإجماعات. نوانكن هذا النسيب عمل شغل الناسنا سيانا النسيب عندك الأهوال والدائرة. ومالك وأبو حنيفة وجماعة متفقون على أن الدية لا تؤخذ إلا من الإبل أو الذهب أو الورق. Demek bular cumhur hazır. Kim keçek altı dengemne tutulmaydı. Bu fakat altın, gümüş ya tüge. Üstesinden altı. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن والفقهاء السبعة المدنيون مدينة يته مشهور فقه إمام محمد وإمام أبو يوسف الحمد لله دبتو يوضع على أهل الشاة الفاشة قوي وقت غلغة 2000 قوي بكتماز وعلى أهل البقرة 100 بقرة وعلى أهل البرود يعني كيم كيشك 100 حلة 200 طن 200 كركيم دمشق
Ve muşu 3 xil turdaki maldan bekitishni jumhur e'tirof qilmoqda. Bular yuqorida Amr ibn Shuayb an abihi an jaddihi degan ashir rivoyatga tayangan. Yuqorida ilg'o 200 to'ga 240 kiyim 2000 qo'ydi. Shunga tayangan. Fuqaha sab'a kimlar Madinaga? Urva ibn Zubayr, Kharija ibn Zayd, Sa'id ibn Musayyib, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, Süleyman ibn Yasar, Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ve Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn Harith Ashula. Yuda'u ala ahli shati al-fashat. Ama fuqaha sab'a şu Umar ibn Abdülaziz'nin davrida yaşayan Umar ibn Abdülaziz atrafida to'g'izib bunlar qanday işte maslahatga soldi. وما أسنده أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة المصنف في الآثار يكتبه المجلد صحابنا تابعين أثرları rivayet edilen. Bazı hadis müban. Lakin köpünsü آثار. İbn Abi Şeybe musannaf olan Abdurrazzak musannafı meşhur. عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الدية على الناس في أموالهم ما كانت على أهل الإبل 100 بعير. ما كانت yan aşkatının mal mülki nimeden ibaret olsa şuluk aşında bekitken. Mesela tüge ehlige 100 tüge ve ala ehli şad el-fasha ve ala ehli bakri 100 bakara ve ala ehli burudi 100 hulla. Bu bir hadisken. Burud diyen ton. Şu çağdan da aştullu kımmet oldu. Bu aslında kim Keçek işlep çıkıdan hak olmadıkken ne çetilde ekildi. Yemen'den mesela. Daksam tolunun Yemen'de ekildi. Bazısına İran'dan, İran'da ekildi. Aşkarvallah şundan nasıl toşittim. Şu an kımmet. 200 kuru kim dedi. Hazır mı o? Kestim bırkının $1000 var. Bir kuru. Değil mi? Mesela. Yani bir tügünün bululuğu bir kestim nağıl buldu bazı kestim. وما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الأجناد أن الدية كانت على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بعير قال فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته من الإبل لا يكلف الأعراب الذهب ولا الورق. لو كان أعراب الدم استجناج كلام بوسا onun kolda şu tüge olduğun bu onken 100 tüge alınmaz. Uluğa tıllagen, kümüşagen de avar kılmayımız dedi. فإن لم يجد الأعرابي 100 من الإبل فعدلها من الذهب 1000 شاة. 1000 شاة الفاشة ولا غير؟ الفا والشكل 100,000 تطبيق. Şkimin koy alımız. Koy vakıdığın tüyüsü yok. Arabi olup kalsa şkimin. ولأن أهل العراق أيضا رووا عن عمر رضي الله عنه مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نصا. Irak ahlımı Hazreti Ömer'den Aş Amr ibn Şuayb'nin hadisi kelgende 200 kala 200 kur kiyim deb oyna rivoyat qilgan. Unda olgan mushuni asos qilib turib 2000 qo'y keldi degan. Amr ibn Şuayb an abihi an jaddihi. Şuayb bu dadisi oldu. Jaddihi kim o'shanda? To'liq o'tida oldimiz. Amr ibn Şuayb an abihi an jaddihi. Bu sanad bunda keladi. Amr ibn Şuayb an abihi olsa Şuayb'dan rivoyat qildi. Abi degan shu Şuayb. Ham Şuayb o'zining dadisi, ya'ni Amrning cho'ng dadisi, unda rivoyat qildi degan bu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Şuaybning dadisi Abdullah, Abdullahning dadisi Amr ibn al-As radhiyallohu anhu. Bu davomli uchrab turgan shu sanad. Mushu sanad kelsa, bu sanad sahih bo'lib ketmaydi. Sal ojiz keladi. Lekin mushunga o'xshash ba'zi rivoyatlar birga kelsa, hasan darajasiga jallanib sal ko'tarildi. Ya'ni amal qilinadi. Va umdatul fariqul awwal, yani fariqul awwal nimaga? To'ga oltin, kumush bas. Undan boshqa qo'y yoki kala yoki kiyim-kechak bilan bekitmaymiz degan. Bo'ldabtu lawjazan tuqawwama bish-shati wal baqari lajazan tuqawwama bit-ta'ami ala ahli at-ta'am. Ash satilgan dehqonchilik qiladigan bo'lsa, uning chari yo'q, qo'y yo'q, boshqa narsa yo'q bo'lsa, ashliq bekitsa va bil khayl ala ahli al-khayl. At baqdalloh at bekitsa
Unda bekitmegandikən sen şu nas kelganida to'xtashing lozim emas. Wa hada la yaqulu bihi ahad. At bag'dag'anlığa manchi at deganli yo'q. Hatta şu 100 tөгidin atlab masalan 2000 qo'y, 200 kalla, 200 pur kiyim deganlimi at bag'dag'anlığa qarshi 200 at deb baqqan ahvol yo'q debdi. والنظر في الدية كما قلنا هو في نوعها وفي مقدارها وعلى من تجب وفيما تجب ومتى تجب. أما نوعها ومقدارها فقد تكلمنا فيه في الذكور الأحرار المسلمين. biz yuqorida hur erkishininki diyeti haqida qanday turda kildo deb yuz to'gididi, oltin deb baqdi, kumush dedi, boshqa qo'y, kala, kiyim deb baqdi. Miqdori haqida shunday gapni qildi. Va amma ala man tajib, endi mushu 100 to'ga yoki 1000 tilla bilan keldi desak, mushu pulni kim to'lab turdi? Jinoyatchi o'zi yendan to'landi yoki jinoyatchininki atrofidagi haqli deyishdigan yaqinlari to'landi, urug' tuqqanlari yoki og'inlari deganda. فلا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة. خطألق bilan bir adam o'ttirib qolsa, qasddan bo'lmasa, bu diyetini şu adam o'zi bir kishi bilan barında bu talashtashi. Başka bir xatoda her birayga masalan $10 chashgan bo'lsa, bu jinoyat mashinasini bir suratda bilib ketdi. Bu bir xatolik. Mamlakat xato bo'lgandan keyin xatolik bilan jinoyat sodir bo'luvchiga bir tasalli berib, o qazo qilib kelib qopdi deb avvalda yordam qilib, uni yengillatishga munosib bo'lganlik uchun men jihatdan mashinani birisi urvatdim, sizlar menga avvalda tulishib qaradim. Yani sizlar bir mashinada bir kuni uratilar, biz ham maydan sizlar shunday qilib unda kimning aramizdagi qaysi birimizning bashig'i shunday bir kun gap qolsa biz avvalda yengillatib qo'yamiz. Undan aqila deydi, tajriba alal aqila. وأنه حكم مخصوص من عموم قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. Muş ayette bir adamның da günahını kötəməydi degan mazmunda vardı. Lekin bu ayetning aşındandı bir adamның jinoyatining pulisini to'lab qo'ymaydi degan mazmun chiqdi degan taqdirdami? Lekin bu yerda xas bir dalil keldi, xas bir dalil bilan bo'ldi deyapti. ومن قوله صلى الله عليه وسلم لأبي رمثة لولده. Abu Ramata degan bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qishga kelgan chaqda, "Ma yanında kim bo'ladi desa, meni o'g'lim" degan. O'g'lim degan chaqda aj bolasi haqida Abu Ramataga degandi. "Amma annahu la yajni alayka va la tajni alayhi" degan. Ya'ni bu so'zning ma'nosi o'g'lim jinoyat qilsa sen yüklenip kalmaydı, sen cinayet kılarsan oğlum yüklenip kalmaydı degan ma'no. Yani oğlun sana cinayet işlep sana ötürütenmeydi degan gap emas. Yani oğlunun kılmışı, cinayeti sana atılıp kalmaydı, sen cinayet etsen oğlunla atılıp kalmaydı. Hazır kanunladı mı şunda? Kim bir cinayet işleyen olsa şunu tutulan gap. Onun balasını edasını tutulan. Ve emma diyetul amd, ondan kema diyetul hatara itbaq. Tecrübe alel akile. Lekin cani katil özü şu akilenin katarda bir kişi tölemdi ya bu fakat tölemey başka tölemdi. Ve amma diyetul amdi fecumhuruhum ala enneha leyset alel akileti lima ruya an İbn Abbas radıyallahu anhuma diyetul amdımı köpsük alimle itibaqken bunu özü töleydi. Kastan boğan iken kastan bir cinayet işlerden ha bu da bilan to'lib qolsa, atsi hamjini ishlaydi, o'g'il hamjini ishlaydi. Undan keyin yordam qilmaymiz, o'zi yendan to'lab, ondan ish etsa, ikkinchi qatam jinoyat ishlashdan g'it qiladi demoqchi. Bunun dalili lima ruya an Ibn Abbas radıyallahu anhuma ve la mukhalifa lahu min as-sahaba ennehu qala la tahmilu al-akhilatu amdan ve la atrafan ve la sulhan fi amdan. Hazreti İbn Abbas'ın bunda diğerlik rivayet kılmışken, lekin baş sahabeler bununla etiraz qilgan ya bunun qarshi bir so'zi rivayet qilmoqdi. Nima ekan? Mushkishga ega demoqchi. La tahmilu al-aqilatu amdan. Ash kishining atrofidagi yaqinlari, tuqqanlari bir kishiningki qasddan qilgan jinoyatining
diyetini to'lab berish uchun 3 kun ko'tarmaydi. To'lab qo'ymaydi. Wala atrafan. Atraf deganmi? Men bir jinoyatni ishlab bilan mavtaganda mashina. Deb e'tirof qilgan, o'zi singan bo'lsam, bo'ldimda. Uni boshqa to'lab qo'ymas, o'zing to'laysan. Wala sulhan fi amdin. Biz qasddan birisini o'tirib, hamda buniga diyet berish emas, diyetdan oz yo ko'p suli tuzib tutishgan ahvolda uni to'lamaydi. Çünkü diyet to'lamaydi desak ham diyet emasda bu sulhida suli tuzib deb qalamligida uni to'lamaydi deb. Qasddan bo'lgandan bu o'zing yenodan to'lar demakchi. Va jumhuruhum ala annaha yani ala anna al-aqilata la tahmilu man asaba nafsahu khata'an. Yana birsilar urushmanda, birisiga pichoq qilmanda masalan o'ziga tekitib qoldi bu pichoq. Urushayotgandan da yenib tegib ketdi. Yoki tapanchani boshqa atmanda qo'g'cha tutish qilib o'ziga yetib ketdi. Va shunda ahvoldimi uning diyetini ko'tarmaydi deb bitishdi. Jumhur shunda qaraydi. Hozirda bu shayni o'zini yetib qoldi masalan, ha? Bu o'zini yetayotgandan keyin diyet qilamdan diyet o'zini atgandan keyin diyet qilmaydi degan gap chiqib qoldi. Amaliyotda diyet qiladi. O'zini o'ttasini keladi yoki o'ltirilib ketdi, egisini topolmagan ahvolda diyet cho'qim keldi. Chunki islomda har qanday bir musulmonning qini bekor eqib ketish yo'q. La hadra fil islam. Islom hokimiyat bo'ldi ekan, islom shariat ijro qilgan ekan, bir odamning qini bekor eqib ketmadi. Ya uni qotil tutildi, qisasindi, yoki bo'lmasa diyet cho'qim turildi. Hech qanday o diyet to'lagan chiqmasa, Baytul Maldan to'lab berdi, bu miras qo'llari miras olgan. Davlatkim ya da aqila uninkini ko'tarmaydi dedi. Hozir hamda ko'pchilik ko'tarmaydi deganki buning gunohi o'zga demakchi. Ha? Az qism olimlar diyet bor shunda. Wa shazzal Awza'i faqala man dhahaba yadribu al-aduwa faqatala nafsahu fa'ala aqilatihi diyan. Awza'i debdi dushman atamanda o'zini tutgan ahvolda aqilasi diyetni to'laydi. Yani to'laganki uning o'lgichining miras qo'llari miras oldi demoqchi. Va kadalika indahum fi qatl al-a'da. Bira yerni kesib tutsa shunda dushmanninkini kesganda o'zingini kesib tutgan. Wa an Umar radhiyallohu anhu anna rajulan faqa ayna nafsihi khata'an. O'zining ko'zini qo'yib qoldi xatoan bir odam. Faqada lahu Umar bi diyatiha ala aqilati. Ash ko'zni bekor qilib ketgan shumi demoqchi. Ash ko'zning diyetini azar ash odamning atrofidagi urug' tuqqanlari shu odamga berdi. Bu odam elib o'zi haylaydi. Agar o'ltirgan bo'lsa, buni miras qo'llari miras qiladi. Vaqtalafu fi diyat shibl amd va fi diyat al-mughallazati ala qawlayn. Shibl amdninkini kim berdi? Diyal mughallada bo'lib kim berdi degan ixtilof chiqib qoldi. Vaqtalafu fi diyat ma janahu al-majnun va as-sabi. Majnunlar sabiyning ishini bu xatoga yaqin degandek gap qilgan. Amdamas xatoga yaqin degandek gap chiqqan. Bundan keyin buni kim birdi? Ala man tajib faqala Malik va Abu Hanifa va jamaa innahu kulluhu yuhmalu ala al-aqila. Bo'ldi aqilati xudanda qatl xatoga o'xshashdir. Va qala ash-Shafi'i amdu as-sabi fi mali. Imom Shafi'i sabininki qasddan nima qilgan yendin to'laydigan diyet o debdi. Imom Ahmad hozir Abu Hanifa bilan birlikda. Jumhurning qarshiligida Imom Shafi'i bilan chiqibdi. Va sabab ixtilafihim taraddud fi'l as-sabi bayna al-'amid wal mukhti. Sabibaninki bu qasddan damdoq yoki xato deb hisoblandoq deb taraddud bo'lib ixtilof bo'ldi. فمن غلب عليه شبه العمد أوجب له الدية في ماله ومن غلب عليه شبه الخطأ أوجبها على العاقلة وكذلك اختلفوا إذا اشترك في القتل عامد وصبي أن برسل أترشتا بالغ كشدن برسل قتل لكلام يعني سبيب بالن برسل شكس قتل شباسا bunun diyesini kim to'laydi deganda ixtilof tushib qoldi. والذين أوجبوا على العامد القصاص وعلى الصبي الدية hamda qasddan adam o'taganga qisas qildiganligi batır Hanafiy mazhabida al-qawd dedi. Lekin hamda diyet desa asli qisas. Lekin diyet degan
tutishib o'zaro tutishib bundan qilgan narsa deb turgan. Bular unda sabiyninkida diyat qildi, ama sen bilmaza bilsak, bular ixtilofu alaman takun. Bular o'zaro kim to'layzadi shuning deysini degan ixtilof chiqib qoldi. Faqala Shafi'i ala aslihi fi mal as-sabi. İmam Shafi'i abrum vasıldığı fi mal as-sabi deb turgan, ma'lum fi mal as-sabi dedi. As-sabi bola o'zi to'laydi deb. Wa qala Malik ala al-aqila. Wa amma Abu Hanifa fayara an la qisas baynahuma. Abu Hanifa bular o'rtada qisas yo'q deb qaraydi. Lekin shukur qila qasdan o'tagichiga qisas qildi, baliq odamga sabiga diya qildi deganlikda. Qisas keyin endi o'lgichidan sabiga o'tirishmaydi. Ya hozir mushu vaqalikda qisas degan narsa bo'lmaydi. Hozir bir odamning jini ikkilan tarafidan yo'qtildi. Bu ikkilanning yerimi birisi bilan buning sharikda qasdan suhbatlanmaydigan. Bundan 50 birisini xato hisoblansa, 50 birisi qasdan bo'lsa, bir jan degan parchalanmaydi. Ikkisini bir aralashtirsak, xato bilan qasdanlik aralashib ketgan bo'ldi. Bu undan qasdanlikdan to'yin chiqdi yani. Qisas yo'q, bunda diyat bor dedi. Fimal as-sabi degan u kichiklarning millionisi millionlab bo'ladi ya. Soni millionmaydi. Kichiklarning milli bo'lib qolsa, bo'lmay qolsa aqli to'laydi. وأما متى تجب فإنهم اتفقوا على أن دية الخطأ مؤجلة في 3 سنين. Bularning ittifoqi xato bo'lgan taqdirda buni misol yengil, amma yangi erkinmaydigan holatda unda to'laydigan narsa bor ekan, har bir kishiga masalan urib tuqqanlar $10 berlar, har yili $2 $3 yig'ib to'laydigan narsa demakchi. 3 yil bo'lib bir ekanmiz. 1000 pullarni 3 yil bo'lib berdik. Bunda ittifoqi. Va amma diyatul amdi fahalatun. Ama qasdanninki shu naq berish lozim. Shu darhol. Qasdanninki ig'ra. Unda kamchilik qilish bo'lmaydi. Illa an yastaliha ala at-ta'jil. Faqat ikki taraf tutishib, bo'librak bahslar degan bo'lsa, o'char bo'lib. Bo'lmasa naqlam hozir bir sayr. Va amma man humul aqila. Endi aqila degan kimlar? Biz aqila deganni o'tgangi darsda tushuntirib o'tgan. Yani shu kishiningki atrofida yer yo'lakda bo'lgan, 5 kun kelib qolsa yordam qilgan, yaqin tuqqanlari, yaqin odamlari degan. Ya'ni bular aqila deganda biz tugini, putini bog'lab turganlar, aqldan kelgan, tugining putini bog'lashni aql deymiz deb nima qilgan. Uningda bitishda taqiqlab bor. Ega hozirda o'sha aqila degan so'z nerdan kelgan? Aql degan tugini ma'muzmoy qilib bog'lashdan kelgan desak bo'ldi. Aql degan mana. Masalan, insonning aqlimi ziyonli qilishdan to'silgan narsa aql debdi. Undan ekan bu shu kishining atrofida shu kishini qo'llab, u kishi ziyon kelishdan shu kishini qo'llab mudofaa qilganlar desak bo'ldi. Lug'at tarafdan har xil tahlil qilish mumkin. فإن جمهور العلماء من أهل الحجاز اتفقوا على أن العاقلة هي القرابة من قبل الأب. حجاز علماء إمام مالك قطر العلماء ضد تربتن بوغان الله عاقل بلدو دبتن. وهم العصبة دون أهل الديوان. عصبة ديان ötken gidasıdı. Şu kişiyle arlıqda ayal kişi arlaşıp kalmayan erkek kallar. Mesela oğlunun oğlu, dadısının dadısı, karındişi, dadı taraftan boğan tağısı, ama ana taraftan boğan tağısı olsun mu oldu? Yani kızın oğlu olsun olmaydı. Çünkü hazır bir kız sırıp kaldılar. Kız arlık sırıp kalmayan, nesapta şu oğal bunda tutkan bolsa, asır olur. Bu, şu fıkkıdaki atalgan. Lekin mirasda boğan atalgıçı, mirasda özge muayyen bir nesili bitilmeyen. Sulus var, ruba var, nislegan nesili yok. Lekin yalğız olup kalsa, mirasdan hemen aldıgan, baş fariz eğileri olan birli olup kalsa, fariz eğileri elip, iş kalsa aldıgan, iş kalmışsa kurup kol kayıtlıgan asabı deyimiz. Lekin bir adam da şu işkelene oturda, ayal kişi kelip kalmagan nesep tutarsa, şu erler asabı oldu. Bu asabı diyen kuvve diyen manada. Ve nahnu usbah.
asaba degan unda tanganni bildiramiz. Yani bu anda etrafdagi kilonlarsa gruplam kildiga qurolni ko'tarmasdan. Shunda erlarni asaba deymiz. Yordamga darhol keladigan erlar. Shu asaba. Dun ahli divan. Ahli divan degan bu Hazrat Umar islom davlati paydo bo'lgan Hazrat Umar paydo qilgan bir tuzum. Divan degan bir daftar. Yani hukumatning to'y daftari ekan. Buningda askarlar, vazir uzralar, qozi qonunlar, mudarrislar, valilar, shuning hammasining tizimligi yozilgan. Yani maaş aladigan kadrlar hammasi yozilgan. Hamda islom davlatida kengayib ketgandan keyin Hazrat Umar maaş ishlaydiganlardan sirt butun hamma nüfusni shu daftarga tizimlagan. Nüfus ko'chki deyiladi. Nüfus ko'chkida tizimlab hatta ishlamasa g'animat o'ldirilgan shu Madinaga millionlab pul keldigan kelgandiklarini har oyda tizimlaganlarni hammasiga pul taqib. Shunga emchakning o'tgan bolaga maash taqilmagan bo'g'achqa ayollar bolalarimiz maash olsin deb oldirib emchakni arvitib ba'zi shatar chiqib keyin anda emchak burun arvitib qolmasında emchakni imvatgan bolalarga maash berildi deb ketgan. Divan deganimiz shu. Bu islom madaniyatiga munosabat bir ism narsalarimiz. Yani madaniyat ish qarab ma'lumotlarimiz. Hazrat Umar shuni paydo qilgan. Buni ko'pincha shu Ironliklardan o'rganib, Ironliklar ba'zi maslahat berib, Urmuzan maslahatlari degan rivoyat bor. Masalan, ba'zi askarlar o'lja taqib, masalan, g'animat taqatgan chog'da ba'zilar jakit qilib yo'qlab qolib, shirkatga yo'qlab ketib, keyin kelgan chog'da kimning ilib, kimning amalini bilmay qoladigan ekan, Urmuzan ya Amirul Mu'minin Ironliklar bunday ishni daftarga yozib ağılları belki koyakında manada sonra kul oldu mesela jakit kılıp alınmaya kalması falan alınmakken derhal kul oldu yani ki udaşken kadar divan payda ediyor. Şimdi ahli divan degan şu adamın ya mesela asker olup kalsa başka bütün askerler qazi olup kalsa başka qazilar müderris olup kalsa başka müderrisler aşılar şu kestarski ya şu kabilede bir kabile biksek bir kabile. Köpünce ahvalda şu kabile oldu. Falanı kabilelik ma'lum deb yazgan bo'lsa, masalan, Hazraj kabilesinden 10 ming odam bor degan bo'lsa, shu chog'da 1000 tillar kelib qoldimi? 10 ming tanga. Bir odamga 1 tanga bilan to'laydilar. Ahli divani ko'pincha shu odamning kabilasi tabi shu nüfus ko'chkiga yozilgan shu kabilelik kishilar degan ma'noda. Yak bo'lmasa, ashunda hozirgi ishchilar uyushmasi, advokatlar uyushmasi deymiz, ashunda niqobi. Ashunda bo'lishi mumkin. Masalan, bir askardan bir sijna ishlab qolgan bo'lsa, hatto shu hukumatning daftarda askar deb tizimlagan har bir askarga bir tangadan, yarim tangadan cheshibdan to'ydi. Ahli divan ham shu. Demak, Imom Shafiy divanni ahliga chatmaymiz, yetim er tutqanlarga keladi demoqchi. Shu aqli bo'ldi. وتحمل الموالي العقل عند جمهورهم إذا عجزت عنه العصبة. الموالي ديان مولى ديان söz bu من الأضداد. Hatta Kur'an-ı Kerim'de 8 xil ma'no kelgan. Mavla degan so'z. Ko'z oldimizga ikki ma'nosini olsak, xo'jayin degan mi bo'ldi, qul degan mi bo'ldi? Mavamda mavla deb qasd azatgarda. Ya qul yoki azat qilinib ketgan qul degan ma'noda. Yoki xo'jayin, qul azat degan xo'jayin degan ma'no. Bu sharish ehtimollik bormi? Azatgarda o'zining xo'jayinining besini to'lab qo'ydi degan ma'no bo'ladi. Yoki xo'jayinlar mesela azat qilgan qul o'lib ketsa mirosini oldi, bular to'lab qo'ydi degan bo'ladi. Xo'jayinlar to'lab qo'ydi desak bekrak tushadi. Chunki mirosni olamtangizdi, aman to'lamiz. Ko'pchilik olimlarning zidda asaba to'lab bo'lolmay qolsa, bular azolab qilib ruhqini bu mumkinlar egib qilib to'lanmay qolsa, uning azat qilgan xo'jayini yoki azatgardilari to'laydi demoqchi ekan. İlla Davud'a feinnehu lem yaral mevali asabatan. Davud zarilan bu mevali'ni unda tülmeydi deb qoldi. Yani asaba daris kirmaydi, yani tülmeydi demekçi.
وليس فيما يجب على واحد منهم حد عند مالك. Endi shu asaba masalan 100 ga yo 50 ga 200 ga har birisi necha pulni to'lashi lozim deganda unda muayyan bir chegirma yo'q. Ya shu sanji bo'lsa az bo'lsa jiqdan chechilgan gap. Yani her biri necha pulni to'laydi degan masala. Va qala Shafi'i al-ghani dinar. Baydire bir tilla va al-faqir nisf dinar. Kambag'al yarim tilla to'laydi debdi. وعند الشافعي مرتبة على القرابة بحسب قربهم. İmam Şafii de bu tuqqanlığının yakınlık derecesi qarab azıcık bektimiz yaptı. Yakın tuqqanımız bırak olaydı. Belki 50 tilla oluşurken. Yani siz 20 tilla, 10 tilla, 1 tilla. فالأقرب من بني أبيه. من بني أبيه diyen dadısının boğan kırındaşları. Onun imkan summa min bani jaddihi yani tağlar demekçe bani jaddihi dadısının müstakilleri demekçe. Summa min bani abihi andın dadısının balları yani bir nevre ineleri akaları gel. Demek miyada azar nemen çıkarvatta hammaçını çıkarvatta. Andın bani abihi degenden dadı bir emas, anı bir müstakil olsa hoş ketdi. Çünkü hazır anar müstakil. Anı bilan tutashdiga bunu chiqarayotgan bo'ldi. So'ng bani abihi degan bir navra hamshirini chiqaryapti. وقال أبو حنيفة وأصحابه العاقلة هم أهل ديوانه إن كان من أهل ديوان. Yani yuqorqi İmam Şafii'nin qarashi tuqqanlar degan. Şu kabirdeki tuqqanlar asaba olsun bo'lsa tuqqanlar dedi. İmam Abu Hanife ahli divan dedi. Yani ahli divan kishilar bo'lib qolsa, şu divanda şu kishiga tava bo'lgan, yaqin atrof turgan, tizimlatilgan nupuslar to'laydi demoqchi. Va umdat ahli Hijaz İmam Malikning dalili أنه تعاقل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر رضي الله عنه ولم يكن هناك ديوان. ديوان پیدا قلنمسda Resulullah'ın zamanında, Abu Bakr'ın zamanında diyetini tülab, akıda bulab yaşap bakkan kırdı. وإنما كان الديوان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Devam eken aslı nima divan emas qaraba demek. واعتمد الكوفيون حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حلف في الإسلام. İslamiyet kelgandan cahiliyet davridagidek unda bir-biri ittifoqlashib anı qarshi unda urush unda ish yo'q dedi. وأيما حلف كان في الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا قوة. Cahiliyette bira ashunda ittifoqlashlik münasebeti bo'lib qolsa, İslamiyet kelgandan keyin uni texnik kuchaytirdi. Yani İslamiyetga zid bo'lmagan ittifoqlashlik bo'lib qolsa, İslamiyet kuchaytirdi. Bu shu hadisni dalil qildi. Yani xuddi bu ahli divan degan İslam zid bo'lmagan bir ittifoq nimasi. Undan keyin bu yordamlashib bo'ldi demoqchi. Bu dalil nima iborat? Ash hilfga qiyos qildimi aqilat Hilfda o'zaro hamkorlash bo'lgandek va ahli divanning hamkorlashi bo'ldi deymiz. Va bil jumlati fatamassaku fi zalika binahwi tamassukihim fi wujub al-wala'i lil hulafa. Mana ittifoqdoshlar qarta ashna igi chiqib, to'lashib birib qilish kerak bo'lgandek, buni ahli divan bo'lgan ekan, o'zaro to'lashib qilish lozim demoqchi. Endi bizning ajamga nisbatan Arabda nasab chunba ahmiyat ko'rinda hammasi diqqat qildi yerda avlod nasibini bildirlar qozoq qirg'izga o'xshash lekin undan boshqa shaharlashgan ajamlarda unda aqliyat tizimi yo'q. Yani bizning hozir urug'larni hisoblansa 30 odamni bilishi mumkin qolib qo'ymaydi. Tamam? Lekin arablar nasab bo'lgan ekan 5-600 odamni bizning urug'lar jamoat bu deyiladi. Hadi bu onlardan dağıtıp bir nevra, bir çevre mesela. Şunları bildiğin. Daha ki bizde nizam-ı aklı yok. Nizam-ı aklı olmalı ki bizden Orta Asya'nın ulemaları nizam-ı aklıga yakın şekilde ahli divan desa divan bo'lsa mesela qildi. Unda bo'lmagan taqdirda masalan bir bozor bo'lsa, miskachilar bozori yoki tumichilar bozori
yoki shunda bir bozor bo'lsa, tijoratchining bozori bo'lib qolsa, shu bozordagi ham tijoratchiga chetib chiqqan do'konchi bo'ladi. Atrofda shunga o'xshash u deyishgan bir kasb ahli yoki bir ish ovqat qiladigan odam bo'lib qolsa, shuni chechiblar yoki bir mahallaning odamlari, bir shaharning odamlari, ya'ni shuni chechiblar hal qilmaymiz deganlar bor. O'rtasi olimlar. واختلفوا في جناية من لا عصبة له ولا موالي. Endi hech qanday egchasi yo'q, yaqin tuqqanim yo'q ekan, yolg'iz tirakkan bu. Bu jinoyat ishlab qolsa, buning aqlisi kim bo'ldi, kim to'lashib turdi, buning xato jinoyatlarining deysini demak. Va humus saiba. Saiba degani shunda azob qilayotgan xo'jayinlar yo'q. Egchasiz tashlanib qolgan, yolg'iz tirak deymiz. İza janav xata'an. Bular xata bir adam o'tirib qolgan ahvolda hal yakun alayhi aqlun amla. Bu diyet o'z to'lamdi yaqinda bo'ldi. Va in kana fa'ala man yakun. Yoki o'z to'lamay kim to'lab qo'ydi? Faqala man lam yaj'al lahum mawali. Buning hech qanday egchasi yo'q deganlar, laysa alis-sa'ibati aqlun. Bu xata nima qilgan taqdirda bu diyet to'lamaydi deymiz. Yani bir kim to'lab qo'ydigan ish yo'qmiz. Bu bir kim to'lab qo'yamizmi? Baytul mal to'lashilarmi? Buningki baytul mal hukumat to'lab qo'yishlar. Va kadalika man lam yaj'al al-aqla 'ala al-mawali. Demak, o'zi bu to'lamaydi, u azobgar desa yoki azob qilayotgan xo'jayinlarni to'lamaydi deganlarmi? Bular Davud va Zahiriylik ekan bular. Va kadalika man lam yaj'al al-aqla 'ala al-mawali wa huwa Davud va ashabuhu. Davud va ashabuhu ular va yana bu sayrga mavlasini qadam deganlar, bu chog'da hech qanday nimasi bo'lmagan ekan, bu bino so'lmaydi debdi. Va kadalika shunga o'xshashlar man lam yaj'al al-aqla 'ala al-mawali. Mavlasi bor, lekin mavlas so'lmaydi buni deganlar. Yana deydi saiba mavlas so'lmagan ekan, mavlasini yo'qizab qilib qo'yadi. Saiba yani to'lmaydi deb. Hamda mas'ul yandan boshlandi. Va qala man ja'ala wala'ahu liman a'taqahu. Buning azobgarlik huquqi azob qiluvchisi bo'ldi deganlar alayhi aqlu. Ya'ni shu azob qilgan xo'jayin uni jinoyatni to'laydi. Meros tabqasi alamtanas nasqulamonlar. Va qala man ja'ala wala'ahu lil muslimina aqluhu fi baytil mal. Yana dabto uning azobgarligi musulmonlar qilib ketgan bo'lsa, ya'ni bu baytul mal azob qilayotgan pullar. Davlatning xazinasidan pul chiqarib azob qilayotgan bo'lsa, uning azobgarlik huquqi davlatning xazinasi bo'ldi. Musulmonlar uchun degan shu. Davom ekan, bularning xato qilgan jinoyatlarning to'limini egisi bo'lgan baytul mal qo'ydi, to'lab qo'ydi. Baytul mal to'lab qo'ygan. ومن قال إن للسائبة أن يوالي من شاء جعل عقله لمن والى. Bazıda bu iki şahs yok adam. Birazdan ağıynelik mesela. To'xtamlashib, yani iki şahs böyle şeyler. Ben ikisini de yaşamayım cennette. Sizin ağam bo'lsa, men inler olay, ya qarindosh to'xtamlashaydi. Biz o'zlarimizda qarindoshlarcha o'taydi deb to'xtamlasi bo'ldi deb qaraydilar. Bular aş to'xtamlashgan adamı to'laydi. Ag'ini bo'lgan bo'lsa, ag'isi inisi to'laydi. Chunki shuni valisi bo'lgan ekan. Va kullu hadhihi al-aqawil qad hukiyat 'an al-salaf. Bu shunda qarashning hammasi salafdan sahaba va tabi'inlarning rivoyatlaridan qarash. Va diyatu taxtalifu bihasab ikhtilaf al-mudafi. Al-mudafi yani jinoyat. Mush to'lanadi. Nima ish haqida to'latimiz? Bu jinoyat ishlangan bo'lg'achqa shu ishda to'laymiz. Navni mudafi degan jinoyat. Endi bu diyatningki o'lchami jinoyatning tabiatiga qarab o'xshash bo'lmaydi. Wal mu'athiru fi nuqsan ad-diyati hiya al-unutatu wal kufru wal ubudiyya. Diyatningki kamligiga ta'sir ko'rsatgan narsa ya ayol kishi bo'lib qolsa yoki kafir bo'lib qolsa yoki qul bo'lib qolsa diyat kimga kidg'a bo'lib ba'zi ittifoq ba'zi ixtilof bor. Amma diyat al-mar'ati fa innahum ittafaqu ala annaha ala an-nisf min diyat ar-rajuli fi an-nafs faqat.
Finnafs faqat degan o'ttirib o'tgan taqdirda ayollarning deydi, erlarning deydining yerimi masalan. 1000 tillar degan bo'lsa 5 tillar shuda deydi. Lekin qo'llarining, badan a'zolarining shu alannis emas ekan. Finnafs faqat degani jinning badanidan yerimi tushadi. Ammo qo'l buningki yerimi tushmaydi. Vaqtalafu fima duna nafsi mana. Duna nafs laqasa ixtilof bor. Bunda ittifoq yo'q. Yani ba'zilar o'xshash yermi shu deyish mumkin. Mina shijaji, shijaj degan beshni yerga o'tish. Wal a'da'i, badandagi a'zoni kesib o'tishni degandek. Ala ma sa'atul qawlu fihi fi diyatil juruh wal a'da'. Buniki bahs qilamiz da. Wa amma diyatu ahli dhimma, yani kafir bo'lib qolsa bu diyat azjiqligi ta'sir etkizdi o'tdi. Zimmat ahli bo'lib qolsa إذا قتلوا خطأ زمي خطأ ألتلقن أهوالدا فإن للعلماء في ذلك 3 أقوال أحدها أن ديتهم على النصف من دية المسلم ذكرانهم على النصف من ذكران المسلمين birinci qarashda zimmilarning deydi musulmonning deydining yermida erlarning olsa musulmon erlarningki deydining yermida bo'ldi ayollarning olsa musulmon ayollarning deydining yermida bo'ldi وبه قال مالك وعمر بن عبد العزيز وعلى هذا تكون دية جراحهم على النصف من دية المسلمين bundan umuman qilib aytsak mush qarash bo'yicha zimmilarningki deydi musulmonlarning deydining yermida to'g'ri keldi والقول الثاني أن ديتهم ثلث دية المسلم musulmonning deydining 3dan 1 debdi ya bir musulmon zimmida bunday tursa musulmonga to'laydigan to'lam to'lamaydi yerim deb to'laydi mavi ikkinchi qarash taqim to'latib 3dan 1 diyatni to'laydi deb وبه قال الشافعي وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما وقال به جماعة من التابعين والقول الثالث أن ديتهم مثل دية المسلمين شنو قرأش من أبو حنيفة رحمة الله عليه من قرأش زميلانهم وديته مسلمانهم وديته أخشاش لهم ما لنا وعليهم ما علينا ديان بوجه يعني في النفس 100 من الإبل ديش نفس أليست نفس والثوري وجماعة وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما demek yani ابن مسعود hazır 3 sahabeden rivayet kılan musbakin وقال به جماعة من التابعين فعمدة الفريق الأول ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دية الكافر على النصف من دية المسلم mana bu shu hadisni bu hadisni bizning duo Amr ibn Shayb an Abi an Jaddi degandigidan bir ojizlik bor. Boshqa mutabaat shavohidlar bilan boshqa turuqli bo'lib qolsa, sal jallansa hasan bo'ldi. وعمدة الحنفية عموم قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. يعني مش آياتنا بشرن تاتف مقيسا وما كان مؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أجنا دكتب جريان مقيسا كافرنا اتركن أهوالدا فدية مسلمة إلى أهلي دينجا مشهورة ميثاق ديان ده uçağında Müslümanlarla mithaq qilgan shu musulmonlar bor boshqa mithaq qilgan kofirlar bor tamam nolgan shu kofirlardan birini o'tirayotgan ahvolda hadiyatu musulmonlar ya'ni diya kamila degan gap ma'lum deydi oyatning oldi bilan yani buning keyinida o'qisak shu mazmun chiqadi ومن السنة ما رواه معمر عن الزهري قال دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم ما هو نص كان لكن بو حديث ضعيف قال وكانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها معاوية وقت كان شغدا بو ديتنا يرمنا بيت المال قلت yerimi Beytul Mal'ı taşlagan yerimini öldürülmesinin ailesine tapşırılan kıttı. Yani toluk diyet aldı denge bu şu.
ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية وألغى الذي جعله معاوية في بيت المال. عمر بن عبد العزيز بيت المال tartıldıgan kısmını bekar kılıp yerim lan şu öldürülgüsün koluna tapşırıp durlar yerim lan şunu hesap tuttu şundan bir yerim uçup kaldı demek için. Tasli bütünte. Qala Zuhri فلم يقضي لي أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة. عند عمر بن عبد العزيز أجمعنا وكيغاشان ما فقط bir fırsat bulmadı. Bir fırsat bulak Umar ibn Abdülaziz'e ya xalifa bu burun bunda bütünte yerimine Beytulmalga ep kaldıgan boğan yerimi kulu burdan bu hazır kulu burvatka yerime asli bu endigan diyetinin yerimikte İslam'da Beytulmalga erişim bika kılasılar bu Beytulmalga taşlayılan yerimine şu öldürülgüsün ağzını tülediğin kıslar tuluk tülek kıslar deyişke bana fırsat olmadı. Demek müşir vaat kimi tayandan, yani bu acizler deslekin. Anda yukarı meselede Hanefi mezhebininki o'xshash degan qarshi jalliq. Ash oyatlar, boshqa finnafsimiya al-ibil degandek shu umum dalillar shu jalliq. Va amma idza qutila al-abdu khata'an anda uchinchi turi qululab qolsa kam bo'lib qoldi ahvol bor degan tur. Hamda quldan birini hur adam o'tirib qasdan ya xatoliklar va amdan ala man la yaral qisasa fihi. Yani qasdan o'tirayotganda hur adam qulni o'tirib qisas yo'q deydiganlar bor-ku. Bular yakanda qisas kirdi deydiganlar xato o'tirayotsa deganlar buningda diyat muayyanlashgan bo'lgan ekan. Faqala qawmun alayhi qimatuhu balighatan ma balaghat. Aş pulunu öttürüyotgan keyin shu pulning bahsi nech pul olsa shu pulni to'laydi debdi. Nech pul bo'lsa 1 millionlik pul olsa 1 million to'laydi. 10 millionlik bo'lsa 10 million to'laydi. Bu diyet bilan hech qanday munosabat yo'q. Bundan da birsiniki aynikin chaqasi aynikin nech pulda mashhur. Ya qo'yni öttürüp qaz qo'yni nech pulda mashhur. Shuni to'lab berganlik bor. Bir mal o'xshatdim. Va in zadat ala diyatil hur. Hurning diyetidan mesela 1000 dinar zıqma 1000 dinardan eşkitib 10.000 dinar olib ketsin to'laydi shuni demak. Hozir hamda 10.000 tilla olibsin to'laydi degan hozir hurningdan eshib ketdim abi. Hacı bu diyetni to'lagan chog'da shuniki xotliqdan iborat gunoh yo'q degan so'ralgan bormi? Diyet to'lasimi? Yo'q. Chunki men xato deganman. Qasdan qilib qolsa. Qasdan qilib qolsa avliya al-maqtul qisasini o'qigan ekan uning haqqi tugadi. Endi Alloh taoloning haqqiga bu kaffara qilish kerak. Kaffaraning gapi chiqdi. Kaffara bergan ekan unda gunohni vaqtini haqini ado qilish. Mana xato bo'lgan ekan, qasdlik bo'lgan ekan, gunoh degan narsa bo'lmaydi. Rufi'an ummati al-khata wa nisyan. وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف وإمام أحمد بالله وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وقال أبو حنيفة ومحمد لا يتجاوز بقيمة العبد الدية بركشنون ديتنون قمتن إيش كتمايدن قمتن باسم معقول لكن برديتن أشرت مايماز برديت أشقان قدر قمتن بردون برديت كأدل كبقان نقلم شاء تقتيدو hurning diyetidan oshirib bersak bu hurning yuqori darajaga olib ketdi demak. وقال طائفة من فقهاء الكوفة في الدية طرق دية تليدو دبتو ولكن لا يضر به دية الحر ينقص منها شيئا من الله وقاسا 8 olsun bardık 9 olsun bardık من bir qas 999 birimiz bunu bilmaymiz. وعمدة الحنفية أن الرقة حال نقص فواجب ألا تزيد قيمته على دية الحر بأنكم وعمدة من أوجب فيه الدية ولكن ناقصة عن دية الحر أنه مكلف ناقص فوجب أن يكون الحكم ناقصا عن الحر لكن واحدا بالنوع لكن بو وردن كسيكن كم بلش لازم تنوى قاسم مايدا لكن واحدا بالنوع لكن بومان ده نوع ديام نوع الإنساني نوع البشري لكن بومان ده بالإنسان مش تردن bir kishi bu. Vahidun min al-bashar demek.
asluhu al-hadd fi zina. Yani buni qiyas qilib olsak, xuddi zina qilgan chaqdimi had anda yerimlishdi, kam bo'ldi. Qazdimi yerimlishdi, xamirdan o'simi yerimlishdi, taloqdimi ikki taloq tushib qoldi. Davom ekan bu hurning nimasidan zada qancha ko'zi kam bo'lishlari tam o'zi bo'lmaydi. ولو قيل فيه إنها تكون على النصف من دية الحر لكان قولا له وجه. Qulning deydi o'rnikidan yerim o'chib qolsa, bu aslida xila qamlashib qolgan gapdir deydi. Chunki insonning bo'lsa nisfi zakar dedi-ku. Alloh ittifoq keldi. Mesela ayol kishining deydi er kishining deydi yerimi deb kelgan ekan, bu yerda qulning deydi o'rniki yerimi desa qamlashib qoldi ekan, hech kim bunda deb boqmadi. Ya'ni hozir kim deb boqdi? Ibn Rushd deb boqdi. Lakin lam yaqul bihi ahad. Hech kim deb boqmadi, men deb boqdim. Lekin bu gapni tutmaydi. Chunki tarixda hech kim deb boqmagan ekan, Rushd yani shunday asossiz bilan bunda yerimi o'chirib qo'ydi. Ammo lekin yuqori qarashlarni xili yo'lroq ko'rindimi deb bor. Qiyasan ala diyatul unsa. Wa amdat malikan annahu malun qad utlifa fa wajaba fihi al-qima. Bir son aynikin chiqib o'tgandaklam bir ish, ya qo'yni besayotgandaklam ish. Shuning pulisini ham to'lab bersa bo'ldi. Navotga buni qiymati necha pul to'laydi degan. Asluhu sa'irul amwal. Butun mol-mulkka qiyas qilamiz. Qanday bir odamning bir mol-mulkini buzib chiqarsa, sundirsa, chiqarsa, shuni qimmatini to'laydi. Undan ekan bu qulmon malon ekan qimmatini to'laydi. Diyetdan eshib ketsin to'laydi. Vaqtulifa fil vajib fil abd ala man yajib. Bu diyetni kim to'laydi? Faqal Abu Hanifa huwa ala aqilatil qatil. Qatilning aqli to'laydi. Va huwa al-ashhar an ash-Shafi'i. Bir qulni bir hur odam o'tiribdi deydi. Al-wajib fil abd degan الواجب في العبد المقتول من طرف الحر. Qulni bir hurradam o'tirayotgandan keyin diyetni kim to'laydi o'zi? Abu Hanifa debdi, Imom Shafi'i bilan birga aqilatul qatil to'laydi. Va qala Malik va alal qatil nafsi. O'zi to'laydi, qasdan tursa debdi. Va amdat Malikning tashbih al-abd bil arud. Imom Malik yana nishada tavarmallar o'xshatdi. Birisi masalan birisini aynikin chiqayotgan bo'lsa, shu yendan tulish lozimda. Qasdan chiqayotgan ekan, endi to'la bakal urug'ni qilib to'ltamdi. Muhammad Shafi'i qiyasuhu al-hur. Imom Shafi'i yoki Imom Abu Hanifaning qiyasi bu hurga qiyas qilib turib, aqila debdi. Ya'ni qulni hur odamning birisi o'ttirib qolsa, xato o'ttirsa, biz xatoda. O'chada Abu Hanifa bilan Shafi'i aqila to'laydi. Ular hurga qiyas qilib, hur kishimi xato o'ttirib qolsa, diyetni aqli to'laydi. Imom Malik mol-mulkka qiyas qilib turib, yendan to'laydi. Va mimma yadkhulu fi hadha al-bab min anwa' al-khata'i diyat al-janin. Ma bu muhim masala. Mujbaq munosabatlik xato adam o'ttiritish qatoridan sanadigan ishlardan qo'saqdagi balini tushirayotganda qiladigan to'lam masalasi. وذلك لأن سقوط الجنين عن الضرب ليس هو عمدا محضا. Çünkü qo'saqqa birini tapdi yoki bizni urib yo ayolni jiqtirib qilgan ahvolda buni %100 qasddan degan bo'lmaydi. Birini urmoqchi bu, birini tapmoqchi, lekin shu pashva bilan yoki shu bir narsa qo'sqa takitib bola tushib ketdi. Bu bola tushiray deb qo'ydimi, uni qo'llanmaydi. وإنما هو عمد في أمه خطأ فيه. Anasını uruşta ya tepişte kastınlık bilen udu yatıptı. Lekin balını çürütüşmesinde bu hata hesaplandı. Hata'nın fil cenin demek. والنظر في هذا الباب أيضا في الواجب في ضروب الأجنة وفي صفة الجنين. Bu sebepte biz qo'saqdagi bolalarning turlarini ayırıp ondan bununda her birisiga manchilikdan diyet qildi deymiz. Ve fi sıfatul cenin ellezî yecib fihi el-vacib. Yani qanday türelme bola bo'lib qolsa, shuni to'lam qildi. Ba'zi kelmaydi. Ba'zi qildi. Ve ala man tajib kim to'laydi? Ve liman yecib kim oladi?
وفي شروط الوجوب واجب الشرط. فأما الأجنة فإنهم اتفقوا على أن الواجب في جنين الحرة وجنين الأمة من سيدها. bir ayolning bolasini tushirayotgan ahvolda, ya'ni didek xo'jayindan qo'saq ko'targan bolani tushirayotgan ahvolda, chunki bu bola hozir bo'ri bola bo'ldi. Ma didek ummul valad bo'ldi. Bunda ahvolda va g'urratun, bir g'urra diyet qildi deydi qo'saqdagi bola. Yani g'urra degan nima desa, abdun aw ama, bir qul to'lam qildi. Nima uchun g'urra deb atalgan shu qul? G'urra degan aslida oppoq nuroniy jinsini g'urra deymiz. G'urra muhajjalin nima? Nima ataymiz? Qashqa. Shunda oppoq kichik oqchiq qolgan bo'lsa g'urra bo'ladi. Shuna masalan yangidan oy tug'ilsa, har oyning dastlabki 1-2 kunni g'urra shahr deymiz. Keyin oq paydo bo'lsa. Yani bu endi oqlikni shundan bildirgan, lekin ism mal demaksan. G'urra deb ism mal. Shu qul degan oyati qimmat qulluq mal bo'lgan, oyat kallam va qimmat aladan. Shunda deb atalgan. لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. مش حديثة ومتفق عليه حديث. هذيل قبيل استنشكال أرش قلب bir ayol, yani birisiga tumunimi مثلا sidirning to'mirimi yoki tashmo biznasini etib qo'shiqqa ketgandan keyin bola tushib ketgan. Shuna bolasi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jinoyatchi ayolga bir qul to'laysiz deb hukm chiqib qo'ygan. G'urra deganda uni abdun aw ama deb shagalab qo'ydi. واتفقوا على أن قيمة الغرة الواجبة في ذلك عندما رأى أن الغرة في ذلك محدودة بالقيمة. يعني بعضنا وهو مذهب الجمهور مش عبد أو وليدة يعني برقلنا بنو منشقول بقيمة تدا بيختلوا لبنا برغرة تدا لكن بنا منشقول دب ما قيمة كلنا بيختلوا بلدون دب قربتون. مثلا يجتمعنا mantılar bekitip baktı o. Şunu okşayıp bekitkili bulduğuna da hiye nisfi ushri diyet ummi. Yani bir diyetten onu başlayacak. Anasını alıptı. Bir diyetninki 20'den biri 5% diyedir. Şuna ama ushri diyen ondan biri. Nisfi diyen ondan biri 20 diyen 5 diyen. 100 tüketsek ushri 10 tük oldu. Nisfisi 5 tük oldu. Yani şüretken baladır 5 tüge de bitirdi. 5 tügüden Saraydan şüretini. Ha. Diken kata kulu 5 tüge yapıyoruz. Ha? Kulu 5 tüge yapıyoruz. Kulu ise. Şu yakın kıldı şu. Tügümü kılmak. Untullah mısın? 100 tügüne untullah topa. Bir tüge untullah hesabı. Kullanın şunu alırım. Bu Allah'a bir iktidarlılık onda talant kullanmaz. Nakşi sazında ya ki mesela Allah'a hattat ya ki münakesi onda bir olmaz. Adet bundan demez. Bu beştüge yaklaşık olur. Bunu bunda bekçi tuttu. İlla enne men ra'a enne diyetel kamilete ala ehli derahimi hiye 10.000 dirhem. Hem de bir diyet to'liq 10.000 tanga deb qaraganlar. Balki 12.000 tanga dedi, balki 10.000 tanga dedi. 10.000 tanga deb qaraganlar. Qala diyetul jannat 500 dirham. 10.000 olgandan buni ushri 1000 oldi, yerimi 500 oldi. Ve men ra'a annaha 12.000 dirham qala 600 dirham. 13.000 yalla 1300 olgandan ushri bunun yerine 600'de çıkarıptı. وَالَّذِينَ لَمْ يَحُدُّوا فِي ذَلْكَ حَدًّا اَوْ لَمْ يَحُدُّوهَا مِنْ جِهَةِ الْقِيمَةِ eşkanda kımmet bekitmeyi mançilik demegenler وَاَجَازُوا اِخْرَاجِ قِيمَتِهَا عَنْهَا. Yani biz onda bekitmeyimiz lekin kımmetini çıkarsı buldu deyimiz. Yani kımmetini hiç bulduysa onu biz bekitmeyimiz deyip derdi olan. Onda siz kanda bir taraf kılsayız dese el-vacib fi dâlik kıymetul gurrati bâligaten mâ balaga.
Onu kim bu debdi? Şu bir pulninki kıymeti neç pulga yetse şuncha pul berdi. Endi pul yo'q, diyetning musullarni qilmashadi. Hozir pul yo'q-ku. Mesela 5 to'ga deb baqsak, hozir mumkin 5 togini, masalan 5000 ko'y desa bo'lsa, 25000 ko'y chiqadi. Lekin oltinlar hisoblab qolsa 50 tilla chiqanda, 50 tillani shundan gram ko'paytsak 200 necha gram chiqadi. 200 necha gramni, har bir gramni sen 200 ko'ydan 300 ko'ydan ko'paytib qolsa 60-70 ming chiqadi. Biz shuni fatvoda 70 ming ko'y bilan kunda bo'lib chiryapsiz. 70 ming diyet qilish. Oltinlar hisobsa, to'g'ri hisoblab qolsak, unda bizning jutda o to'ga ahlamasin. Oltinlar. Hamma ayollar shu ayollar odamlar ham shu oltin bilezik taqab oltinni ishlatadi. Undan ekan oltin bilan hisoblaymiz. Zakatni nima oltin bilan hisoblayotgan ekan. Dağın balon çoğulsan 20 ming koy parkan to'layman desa, balon tushirasiz 70 ming koy to'laysiz degandek. Qaysi jip olsa, shuni qaratmaydi. O 70 mingni kim aldandi shu? Uni endi liman yajib va alaman yajib degan o'sha. Uni kim oldiganda deb hayron qoldirdim. وقال داود وأهل الظاهر كل ما وقع عليه اسم برة أجزاء كلا بوصلا بلده أعظم بوصن ولا يجزي عنده قيمة في ذلك فيما أحسن قمة الباس ما يدور ظاهر وانكن قل قمة ما يسرد واختلفوا في الواجب في جنين الأمة وفي جنين الكتابية أما وجايندن تقن بلا مثلا özünün quldan yoki özünün erini tapqan deyla shu didekning qo'shqidagi balni tushirib qolsa yoki ahli kitob ayolning bu didek emas o'rniki ahli kitob ayolning qo'shqidagi balni tushirib qolsa bu tuvan bo'ladi demakchi. فذهب مالك والشافعي إلى أن في جنين الأمة عشر قيمة أمه ذكر كان أنثى يوم يجنى عليه. Şu cinayet işine düşüp ketken günde anısının kıymeti neş olsa 10%'ını töleydi ödüp. وفرق قوم بين الذكر والأنثى فقال قوم إن كان أنثى في عشر قيمة أمه في ذلك الجنين demek yani şu müzekker أنثى diyene muannas'tır. إن كان الجنين أنثى فيه عشر قيمة أمه demek. وإن كان ذكرا فعشر قيمته لو كان حيا. Ayet çağdaki bağısını hesaplar şu kıymetininki 10%'dir. Oğulluq qalsa. Lekin qiz bo'lib qolsa, onasininki qiymatining 10%. وبه قال أبو حنيفة ولا خلاف عندهم أن جنين الأمة إذا سقط حيا أن فيه قيمته. Dedekning balasini tushiribdi. Tushirayotgandan keyin bu bala saq chiqdi, tirik chiqdi. Anna fihi qiymatuhu. Saq tushib o'lib ketdi demak bo'ladi. Tushunammi? Bu chaqda shuning qiymatini shu yangi tug'ilgan bu vaqtda adam necha pulga oladi? Manchi pul. deb tushuntiradi. وقال أبو يوسف في جنين الأمة إذا سقط ميتا direktning balasini tushirib ishkenchada o'lib chiqdi u bola. Abu Yusuf dabto minha ma naqasa min qiymat ummihi. Masalan, qo'shqida balasi bor bir dedekni 15 ming ko'p oldi ekan. Chunki bu ish pul bo'lgan emas. Bir vaqt islom ish pul bo'lgan. Avidan bo'lgan ekan 15 ming olgan bo'lsa, balasini tushirayotgandan keyin bu ayolning qiymati 10 mingga o'sib qolgan bo'lsa, tushirayotgan bolaning qiymati 5 ming ko'rganda 5 ming ko'y to'laydi. وأما جنين الذمية عند يهود نصارى أهل كتاب نبوغان إسلام دولة شغاش ذمي أيالنا بالغ باسا فقال مالك الشافعي وأبو حنيفة فيه عشر دية أمه 1% قيمة تلي. لكن أبو حنيفة على أصله في أن دية الذمي دية المسلم. عند أبو حنيفة ذمينك دية مسلمانك أخشاش ديانته. نان مش أيالنا مسلمان أيالنك أخشاش. شو بوجه سوالين زيد. والشافعي على أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلم. لو اشتنبر دكتور واغاني. لذلك أشياءنا دية عادتك مسلمان أيالنا دية اشتنبر. أنا ببالسن كي اشتنبرنا 10% ده. Bütün Nasaraların bazı kitaplar şurası kılımından bitiren. Her bir bu akşam şu tuğulu diyen Müslüman insanlar tutup tulukya kasıp etti.
Ya anasının nimasi qaraymiz. Ve malikun ala asli fi anna diyata dhimmi nisfu diyatil muslim. Bu manda 20 yılda degan shu qaysi bo'lishi mumkin. Imom Shafiy 3dan 1 deb hisoblaymizda, Imom Abu Hanifa o'xshash deb hisoblaydi. Ve amma sifatul janin alladhi tajib fihi qanda turalma, qanda bola tushib ketib qolsa, ondan shu diyatil janin vojib bo'ldi. فإنهم اتفقوا على أن من شروطه أن يخرج الجنين ميتا ولا تموت أمه من الضرب. أنا سألما يا شو زربدن. أش بلا ميت شكت قاسا عندنا ديت كلدوم جنينجا دب إثبات كلده. واختلفوا إذا ماتت أمه من الضرب ثم سقط الجنين ميتا. أنا شو زربدن الكتاب بلا سبب ميت شسا بوشاد اختلاف قلنا. فقال الشافعي ومالك لا شيء فيه. İmam Şafii ile Malik anın ötürürken diken anı diyet geldi. Diken açık etken bala diyetken meydan. Ve kâle eşheb fîhil gurra. İmam Malik'in şagirdi ustazıga karışıkıp bir kul töleydi o depti. Ve bihi kâle Leyth ve Rabi'a ve Zuhri. İmam Ahmed'in müşellülen billah. Ve ihtelefû min hâzel bâbi fi furu'a. وهي العلامة التي تدل على سقوطه حيا أو ميتا. أنا بزني أساسنا مش والله فرق düştü ya ki ölev düştü dep ayırmayız. Yani bir insanın da kanda alamet olup kalsa bu hayat deyimiz, kanda alametli bulmasa ölev deyimiz diyen ıhtılaplaşıp kaldı. فذهب مالك وأصحابه إلى أن علامة الحياة الاستهلال بالصياح أو البكاء. İmam Malik bala tuğulgan çağda jığlap tuğulsa vakıra. Bu hayat tuğuluptu deyimiz. Şeytan içinde olurdu o. Jığlap tuğulsa hayat deyimiz deyimiz. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأكثر الفقهاء كل ما علمت به الحياة في العادة من حركة أو عطاس أو نفس فأحكامه أحكام الحي. Adetten de hayatlık dalat kullanılan bir alamet bulup kalsa, midil yaptı mesela, ya şükür yaptı, ya jırlaptı, ya ki anısının amışkini kaçkaçki engültürüptü mesela. Bunda ahval olsa hayat deyimiz. Ve huvel azhar, muşamda جل موازة ترجح واختلفوا من هذا الباب في الخلقة التي توجب الغرة أنه من ذا غرة عبد يعني أما كردوده أنه قانسلك بر شكل ده يرتلغان نتشا أيضا بوغم بالچوك كسا أمدون مثلا قصة كتاب بر أيضا بوغم بوسما غرة كلام دو يتا أيضا كم كلتا مثلا 8 أيضا كم كلتا قانسلك çoğunlukta yoğunan bolsa غرة كلتا diyen mesela. فقال مالك كل ما ترحته من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد ففيه الغرة. Demek muş törelmemde. Kusak kötürüp kim boyadı? Muş kuskuldaki balım şu. Bir işlem göçüremde ya ki bir alaka uyul kanlamda mesela. Aynı naşalarını şunu çüretse adetten muş ketkenaz muş törelme bala da karalsa gurretil dolu. Yani hamileliknin dastlabki bosqichini hesap. وقال الشافعي لا شيء فيه حتى تستبين الخلقة. خلقة deganda badanimda yaptığı ma beşe, ma ishki qo'li ekan deb bunda bir shakl tuzgan bo'lsa, ondan to'lam keldi. Wal ajwadu, bundan obdaroq qarash qaysa, to'g'riroq eki, an yu'tabara nafkhir ruh fi. Jan chigizilgandan keyin an to'lam keldi desa, ma bakrak chaldi. 120 kun. Lekin jan qachon chigizildi deganda olimlar o'tirda hisobda. Ko'pchilik olimlar 120 kundan keyin deydi. Ba'zi olimlar 42 kundan keyin deydi. Sahih Muslimnikida 40 kundan keyin de. Buxoriynikida summa takunu alaqatan misli zalik, summa takunu mudghatan misli zalik deb 40 kun shuni sanayotgandan keyin summa yunfaq fi ruh degan. Unda 120 kun keyinga chiqib qoldi. Mashhurlar qasd olgan albatta. Buni jalliqraqi 42-43 kunda jalliq chigildi degan qarash. Unda birinchi topasa bilan demaydi. Ha, mana Imom Ibn Rushdning tarjihi u shakl chigilgan bu demay, shu jan chigilgan deb ayirsak shu bakrak munosib emas. Navodiga Sahih Muslim kelganizga asosan 42-43 kun deganda 41 kundan keyin bunda chaqda jan chigildi desak, jan chigilib bo'lgan bolani shuritishning darajasi ig'ir bo'ladi, to'lammi shunday qildi. Masalan, 1,5 oylik bo'lgandan tortib to'lam kun desak,
bo'ldi. يعني أن يكون تجب فيه الغرة إذا علم أن الحياة قد كانت وجدت فيه. حياة paydo bo'ldi degandan tortib uni g'urra vojib bo'ldi desak shu munosib. Va amma ala man tajib, yani kimlar to'laydi shu to'lamni? Balni shuratda kimlar to'laydi? Fa innahum ikhtalafu fi dhalik. Fa qala ta'ifatu minhum Malik wal Hasan ibn Hayy wal Hasan al-Basri hiya fi mal al-jani. Jinoyatchi o'zining yendan to'laydi. Va qala akharun hiya ala al-aqila. Yo'q buni urug'tiqallari to'lablam yengillatadi debdi. وممن قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة وعمدتهم أنها جناية خطأ فوجبت على العاقلة. Bunda bu xato jinoyat bu. Ya'ni bu qo'saqqa bizni tapdi, ya'ni tushib ketdi. Burun quloqda tushirman deb unda hozirda doktor opirib, unda tushirgan ish bo'lmagan shu ya bizni tepidi, ya bizning institutida shundan chiqib ketishdi. Undan keyin shu balni tushirish masalasida xato darajada. Lekin ayolni tepish, urishda qasdlik degan bo'g'achqa bular xatoni hukmini berib al-aqila dedi. وما روي أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب وبدأ بزوجها وولدها. يعني مش عاقلة تلده وأيالن إيره وأغلى دسقلت شو ديتنا تلشبه للمجي. وأما مالك فشبهها بدية العمد إذ كانت ضرب عمدا. أنا بقول خستلك بقولنا كان خستل أدم ترشلا أخشش بقول دب بنا o'zining yendan to'laydi. Mush qarash jalliqim. Hozir bu qasddan balonni tushirib qo'yganlar, yo doktorga borib tushiradi, qanday tushirsa qasdlik bor bu. Undan keyin o'zi yendan to'lishlar. Urug' qolganimizga men to'lashib turaman. Balni borib doktorga borib tushirdi, unga men diyetini avda to'lashib turaman. 70 ming qo'y ekan mana tushirdim. Onu tushirgan bo'lsa kimga beradi? Onisi o'zi to'laydi. Kimga berdi hozir? Mana. Va amma liman tajib faqala Malik va Shafi'i va Abu Hanifa mushu diyetni onisi tushirgan bo'lsa onisi bari eri bilan onisi birlashib tushirgan bo'lsa ikkalam to'laydi. Nima? Yoki dadining sekretari majbur tutib doktorga borib tushirib o'zgatgan bo'lsa dadining sekretari to'lishi lozim. Bunday sababi to'lishi lozim. Endi uni ليس بعد الكفر ذنب degandek u balonni tushirish unda kuchiradan va deyotganda desa uning parvoyi bilan lekin shundadimi gapni bor qiyomat kuni uni so'ragan birdi navoiyki buni shunda deb qo'yamiz yoki keyin tavba qilib qolsa bu sekretar dehqondan bizning dodiyga dehqondan bizni traktorga bo'lsa doktorga qana olib usti turib tushirayotganman tavba qildi deb qolsa tavba qilishining ifodasi tavba nasuh bo'lish uchun 70 ming qo'yni to'lash lozim. فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة هي لوراثة الجنين. Kim oladi degan gapning javobini Imom Abu Hanifa Shafi'i beribdi. Shu to'ralma aj bola hayot tug'ilgan bo'lsa, bu tug'ilganligidan onasi, dadasi, ukasi, akasi, endi adam bo'lganida. Lekin tushirayotgan onasilar qolsa, onasidan miras qo'rdarsini chiqaradi. Al-Qadil Layris degan bo'yicha uni miras qo'rlar darsini chiqaradi. Uni qilib qolgan dadasi, akasi yoki uning boshqa tuqqanlari miras qo'rlar bo'lib qolsa, shuni faraz qilib turib, mushuli mana miras qo'rlar deb shuliga kelgan bo'yicha taqdim qilamiz. Ya'ni 70 ming qo'ydan hech bo'lmasa, masalan, sulus kelib qolsa, 3dan 1 kelib qolsa, 20 ming qo'y kirdi. من ده هو وحكمها حكم الدية في أنها موروثة. المش كلنك باش تديك أخششلام أي مراس يساوي بالدور بس. وقال ربيع والليث هي للأم خاصة. ربيع إمام مالك مستعد ربيع ولان ليث فقيه مصر إشكاله بتو أنا لام الله دوا أنا بيجي شرط مجا أخلدا بريسنا أصلا أنا لام قصة دات يا سكرتارا بر شرط أجندا نقولت كيا أخلدا Onunla oludu başlanmaydı. وذلك أنهم شبهوا جنينها بعضو من أعضائها. Bu xuddi masalan qo'saqdagi bola onaning bir parchasi, onaning bir qo'li yaptidek shu a'zosini yo'qotgan, kesib o'tgan yoki
ko'zni quyayotgandek ahvol bo'lsa, mush ayolning o'ziga to'laydi buni. Undan keyin bolasini to'layotgan ayolga o'ziga to'laysa, o'zi oladi. 70 ming ko'yni shu ayoldan oladi. ومن الواجب الذي اختلفوا فيه في الجنين مع وجوب الغرة وجوب الكفارة. يعني اختلاف الشقاق مثلا. Yani ittifaq olan mesele var. Gurur kimdir enge ittifaq. Lekin kafaret kimdir deganda ixtilof chiqib qoldi. Chunki kafaret degan cho'ng bir odamni, hayır, ikki bir odamni o'ttirayotgan ahvolda ko'rdi. Va siyam shahrayn mutadabi'ayn masalan. Fatahriru raqaba. Bular aslında cho'ng odamni o'ttirayotgan, hayotdagi bir insonni o'ttirayotgan keldi. Ham bu holatda qo'saqdan va dunyoga chiqmagan bir bola. Davomga bir ixtilof chiqib qoldi. فذهب الشافعي إلى أن فيه الكفارة واجبة. İmam Şafii kafaret beriş gerektir. Xuddi bir insonni o'ttirayotgandek. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس فيه كفارة. Kafaret yo'q dedi Abu Hanifa. واستحسنها مالك ولم يجبها. İmam Malik unda mustahab, yaxshi bir narsa. Lekin vojib emas dedi. فأما الشافعي فإنه أوجبها لأن الكفارة عنده واجبة في العمد والخطأ. كفارة إمام الشافعي كده خطأ أضرب قاسم كسر قاسم واجب olduğun işte diyen bu ağaçka bunu en tuğan derece üçüzek hata desek mi? Yani vacib diyen yapıştırır. وأما أبو حنيفة فإنه غلب عليه حكم العمد. Yani bu İmam Abu Hanife bunu kasten deptu. Kastenlik tarifi iğir deptu. والكفارة لا تجب عنده في الأمر. Anda kasten nima qilgan chog'da kafarat kelmaydi. İmam Abu Hanifa'ning mazhabi. Kafarat degan bunda himoya qilib qilgan chog'da qilgan narsa. Kastenlik degan kafarat bilan shug'ullanmaydi bu jinoyat. وأما مالك فلما كانت الكفارة لا تجب عنده في العمد وتجب في الخطأ. İmam Malik kasten ahvalda كفارة كما يدو خطأ بكذب ينبوغشها وكان هذا مترددا عنده بين العمد والخطأ. قصات كبان شرطش خطأ لقلم قستلقن ابتدر ولبقى غشها استحسن فيه الكفارة ولم يوجبها. باقي يخشى واجب المسلم. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.